Gül eksangar oqbar go'zal gulzor bo'lar. Umring dovi 3-4 kunlik bozor bo'lar. Osmonlarga uchib oxir tusharsan ham. Chopib borgan yering mazor bo'lar. Nechuk savdo, nechuk g'avg'o o'rtanasan. Asta sekin tuproqqa ham o'rganasan. Sohil ko'rsa jim to'xtovchi po'rtanasan. Ko'pib borgan yering mazor bo'lar. Avvalam hammalaringizni bugungi 1-oktyabr ustozlar murabbiylari kuni bilan tabriklayman. O'yinlaringizga tinchlik, ustozlarimiz sog'-salomat bo'lsin. Bitganlar ustozlarning hammasini shu Xudo rahmatga olgan bo'lsin. Xo'sh, mana bugungi tadbirimiz bu yerda shu mahallamizda 2000 ga ziyod aholi bo'layotgan bo'lsa, 4 ta qabristonimiz bor. Obodlashtirish boshqarmasiga qarashli So'buloq, Tobuloq, Choshtepa yangi qabristonimiz bor, ya'ni yangi qishlog'imizda Choshtepa. Choshtepaga hali ishlatib berilgan yo'q. Hozircha shunday ham xalqimiz birgalikda ko'p ishlar qilinyapti, binolar qilindi, tozalash ishlarini 100% olib borilyapti. Shu qishlog'imizda bir yigitimiz bor. Bizda aytmang dedi, aytishimga to'g'ri kelyapti. Yuravergan Karvon degan bir insonimiz menga qaynit ishlatadi. Shu inson bu kuni bizni chaqirib olib, shunday bir mahallamizda 4 ta qabriston bo'layotgan bo'lsa, shu bir homiylik qismda bir ish qurollarni yasab bersam qanday bo'ladi dedi. Juda xursand bo'ldim. Lekin bizda aytmang dedi, aytishimga to'g'ri kelyapti. Mana bu shu biriga 1000 bersin shu yigitda. Elimizga shunday xizmat qilyaptiki, mana harakatlar yasagan. Harakatlarda ham qara kam ta'minlangan o'yinlarga, yana janozalarda bo'ladigan shu o'rinda o'tiradigan stollarni shunday beminnat, shunday bir tinsiz mana shunday xizmat qilyapti. Kam ta'minlangan o'yinlarda to'y bo'layotgan bo'lsa, shu turish berilyapti. Mana qarang, mana bu ishqoronlarda hozir 4 ta qabristonimizga o'ziga sertifikat qancha xarajat qilib, mana shu 4 ta qabristonga berasiz. Yana bundan keyin yana bir boshqa bir qabristonlarga ham qilayman degan, yordam qilaman degan niyatlar bor ekan. Bu sayyohlar qilib beraman deyapti. Qishlarda qiynalib, yana issiqlarda 4-5 soatlar masalan, ayda Tobuloq qabristonida ertalab boshlasa, kechgacha qozilyapti. Hattoda shu uchun hamma mana instrumentlar va o'ndan ziyod instrumentlar olib kelib, shu o'zingiz tarqatasiz, bizda aytmang dedi, baribir aytishga to'g'ri kelyapti. Shu son biriga 1000 bersin. Xo'sh, mana 4 ta qabristonimizga 4 ta komplet yasalgan. Sizlar hammalaringiz o'zingiz shuni olib ketasizlar. Hozir o'zini oldiga ham kirib bir minnatdorchilik bildirib ketamiz. Aytmang dedi, lekin kirib bir o'ziga kiramiz, ishxonasiga, kabinetga kirib minnatdorchiligimizni bildirib, nima bu nima qilamiz, beramiz. Sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Yangi qabristonimiz Choshtepa qabristoniga ham boshqarmamiz boshlig'idan iltimos qilamiz. Mana mayitlar ham ko'payapti, ishlar ham bitta yaxshi bir xalqda o'sha yerda qishloqda soqollardan so'rab birata yaxshi bir qarovulni topib, o'sha o'zini qo'liga buni beramiz. Hozircha boshqarmamiz boshlig'iga katta rahmat. Hamisha mana shu qabristonimizda faol ketdi. Boshqarmamizdan berilgan ishqurollar. Endi bari shunga qaramasdan bu insonning o'zini niyati bor ekanda. Niyati. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakellazi biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir.
قادر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من ترام مفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم الحمد لله رضيت أمن وسكن ورجال من المسلمين مشهور gördü cümle peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarga elimizde ötken cümle avliyalarını cümle karısı ötken mu'minların ruhlarga başladık. Hususan mana shu ihson bergan jo'rajonni kattalarini, katonanasini, bu dadasini ham, onasini ham, kattasini ham, kattalarini, katonalarini joylari jannatda ruhlari shod imollari hamroh bo'lsin. Mana shu Jo'rabekjon hamisha yaxshi yillarda xizmat qilayotgan kasbkorlariga baraka bersin. Reis bo'lmasizlarni ham kasbkorlaringizga baraka bersin. Hammangizga oilaviy sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat, baraka topsin. Qancha yilga xizmat qilyapman. Harakat qildingiz, qarang, kattamindan o'yinlarga, yana nurli janozalar bo'lsa shunday dinlar xizmat qilyapsiz. Rahmat. Yana qancha bir xizmatlar qilaman dedingiz, biringizga ring bersin. Sog' salomat bo'ling. Mahallamiz baxtiga sog' salomat bo'lsin. Kasblaringizga Xudo baraka bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Boshqarmamiz boshlig'iga, ishingizga katta rahmat. Ming rahmat. Hammasiga bugun bayram bilan tabriklayman. Dehqonchilik chorva kasb-korlarimizga hammasiga baraka bersin. Biringizga ming bersin. Qoyalarning toshlariga qadam bossam o'zim qolgay, nara tortsa hayqirsam samolarda so'zim qolgay. Gar tikilsam quyoshga sig'day botib ko'zim qolgay. Chunki otam tog'im bor, onam duo bog'im bor.